Subhanalloh degani Allohni har qanday nuqsondan poklab eslamoqlik. Ya'ni Alloh har qanday nuqsondan pok deyapmiz. Va bihamdihi, Alloh taologa hamdlar, shukrlar bilan eslanyapti. Subhanallohul azim, ya'ni ulug' bo'lgan zot Alloh pokdir. Mana shu kalima, qisqagina kalimani Rasulimiz alayhi salatu vasallam o'rgatdilarda aytdilar. Mana shu kalima aytilishga oson, ammo tarozida og'ir dedilar. Qarang, tashvishimiz bor-ku, tarozida og'ir kelsa edi deb. Mana shu kalima taroziga ikki kalima bo'lsa ham juda og'ir bo'lib tushar ekan. Agarki buni rostdan qalbimiz bilan aytsak. Shuning uchun juda ko'pchilik bizdan so'raydi, nimalarni aytib yursam. Hozir juda ham duolar to'g'risida kitoblar ham ko'p chiqqan, tavsiyalar ham ko'p, hammasini ham aytishga qiynalamiz, ammo mana shu Rasulimiz alayhisalom o'rgatgan kalima ekan azizlar. Tilga yengil, tarozida og'ir, Robbimizga suyukli. Subhanallohi va bihamdihi, subhanallohul azim. Subhanalloh degani Allohni har qanday nuqsondan poklab eslamoqlik. Ya'ni Alloh har qanday nuqsondan pok deyapmiz. Va bihamdihi, Alloh taologa hamdlar, shukrlar bilan eslanyapti. Subhanallohul azim, ya'ni ulug' bo'lgan zot Alloh pokdir. Mana shu kalima, qisqagina kalimani Rasulimiz alayhi salatu vasallam o'rgatdilarda aytdilar. Mana shu kalima aytilishga oson, ammo tarozida og'ir dedilar. Qarang, tashvishimiz bor-ku, tarozida og'ir kelsa edi deb. Mana shu kalima taroziga ikki kalima bo'lsa ham juda og'ir bo'lib tushar ekan. Agarki buni rostdan qalbimiz bilan aytsak. Shuning uchun juda ko'pchilik bizdan so'raydi, nimalarni aytib yursam. Hozir juda ham duolar to'g'risida kitoblar ham ko'p chiqqan, tavsiyalar ham ko'p, hammasini ham aytishga qiynalamiz, ammo mana shu Rasulimiz alayhisalom o'rgatgan kalima ekan azizlar. Tilga yengil, tarozida og'ir, Robbimizga suyukli. Subhanallohi va bihamdihi, subhanallohul azim.